Assalomu alaykum, Migratsiya O'zbekiston kanali a'zolari hamda kuzatuvchilar. Bugungi video ma'lumot Germaniya davlatiga qonuniy shartnoma asosida ishga borish hamda ishlash haqida va xarajatlar haqida bo'ladi. Germaniya davlatiga ko'pincha qanday yo'nalishlarda borish mumkin? Asosan Germaniya davlatiga bormoqchi bo'lganlar birinchi o'rinda germaniyalik ish beruvchilar talabiga javob berishlari kerak bo'ladi. Ulardan Germaniyaga bormoqchi bo'lganlarga qo'yiladigan talablar O'zbekiston fuqarolari uchun 20 yoshdan 45 yoshgacha ishga layoqatli bo'lishlari kerak hamda nemis tili yoki rus tilidan xabarlari bo'lishi kerak. Ayrim sohalarda ish tajribasi so'raladi, ayrim sohalarda so'ralmaydi. Erkaklar uchun qilinadigan ishlar yuk mashinasi, fura yuk mashinalarini haydash bo'ladi va bunda haydovchilik guvohnomalari va ish tajribalari so'raladi hamda ayol va erkaklar uchun sklad ishlari, omborxonalarda upakovka, ya'ni o'zbek tilida aytganda qadoqlash ishlarida ishlasa bo'ladi va ayollar uchun asosiy keng tarqalgan ushbu Germaniya bo'yicha hamshiralik sohasida ishlashlari mumkin bo'ladi. Xo'p, Germaniyaga ishga borish uchun O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi yoki xohishingizga qarab xususiy bandlik agentliklari orqali shartnoma tuzib, qonuniy yo'l bilan Germaniya davlatiga ishga borishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, bu yerda xarajatlar bor. Xarajatlari siz uchun firmadan foydalanmoqchi bo'lsangiz, firma to'lovi hamda o'zingiz alohida Germaniya davlatiga aviachipta sotib olasiz va to'lov firma to'lovidan tashqari hamda kerak bo'ladigan o'zingizning hujjatlaringizni firmaga topshirasiz va bu yerda germaniyalik ish beruvchi bilan suhbat bo'ladi yoki firma tomonidan foydalanganingiz uchun suhbat bo'lmasligi ham mumkin. Xo'p, xususiy bandlik agentligini aytib o'tdim va O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi tomonidan Germaniyaga bormoqchi bo'lsangiz, germaniyalik ish beruvchilar bilan sizni suhbat bo'ladi. Bu yerda suhbatdan o'tganingiz bilan sizni Germaniya davlatiga hujjat ishlari boshlanadi. Germaniya davlatiga hujjatlaringizni topshirganingizdan so'ng viza chiqish muddati hamma aviachiptani olib Germaniyaga borguningizga qadar ketadigan vaqt 4-5 oy oralig'ida vaqtni o'z ichiga oladi. Xo'p, O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi hamda xususiy bandlik agentliklarining farqi qanday? Qaysida afzallik jihatlari bor va qaysida noqulayliklar keltirib chiqaradi? Xo'p, O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasini aytadigan bo'lsam, bu O'zbekiston hududida eng ishonchli davlat idorasi bo'lib, bu yerda sizni hamma ishlaringiz qonuniy shartnoma asosida olib boriladi va bu yerda ayrim shunday narsalar borki, Germaniya bo'yicha vakansiya va ish o'rinlari e'lon qilingan vaqtda ro'yxatga asosan 2000 kishi yoki 3000 kishi qabul qilinayotgan vaqtda O'zbekiston fuqarolari 50 ming nafari mana shu ish o'rni bo'yicha bormoqchi bo'lsalar, afsuski 40 mingdan ziyod fuqarolar ro'yxatdan o'ta olishmaydi va O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasining eng yaxshi tarafi bu yerda ketish xarajatlari xususiy bandlik agentliklariga nisbatan arzon. Xususiy bandlik agentliklarini aytadigan bo'lsak, bu yerda shartnomalar mavjud, shartnomada firma to'lovi hamda boshqa hujjatlarga to'lovlar mavjud bo'ladi hamda sizga afzalliklari tomoni bu yerda ko'pincha siz navbat kutmaysiz. Ya'ni topshiradiganlar bo'lsa, to'lovlari O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi, ya'ni Angliya bo'yicha aytadigan bo'lsak, Angliyada ingliz tilini bilib turib, angliyalik ish beruvchilar bilan suhbat asosida siz Angliya davlatiga borishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ketadigan xarajat O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi tomonidan 1,5 ming dollarni tashkil etadigan bo'lsa, mana shu ko'rsatkich xususiy bandlik agentligida 2,5 ming dollarni tashkil etadi. Bu yerda xususiy bandlik agentliklarida siz ingliz tili va rus tilini bilmasangiz ham Angliya davlatiga mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha borishingiz mumkin bo'ladi. Xususiy firmalarni aytishim mumkinki, eng afzallik tarafi bu yerda siz chet tilini bilmasangiz ham chet el davlatlariga qonuniy shartnoma asosida ishga borishingiz mumkin bo'ladi. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasida bunday imkoniyat mavjud emas. Ya'ni siz til bilmasangiz boshqa bir chet el davlatiga qonuniy shartnoma asosida ishga yuborilmaysiz. Xo'p, endi obunachilardan kelgan savollarni o'qib eshittiradigan bo'lsam, Germaniya. Birinchi savol: Germaniyada hozir qanday ishlar bor va talab qanday? Aytib o'tdim. Sklad sohalarida ishlar bor va hamshiralik sohasida ayollar uchun va erkaklar uchun haydovchilik guvohnomalari bo'lsa, yuk mashinasi haydovchiliklarida ishlar bor. Xo'p, ikkinchi savol: hozirda ingliz tilini biladiganlar uchun qaysi davlatda va qanday bo'sh ish o'rinlari bor? Ingliz tilini biladiganlar uchun birinchi o'rinda Kanada davlati va Avstraliya davlati va Angliya davlati uchun ishlar bor. Xo'p, uchinchi savol: O'zbekiston fuqarolar, ya'ni yurtdoshlarimizning juda ko'pchiligi rus tilini bilishadi. Ular qaysi davlatda va qanday ishlarga hujjat topshirishlari mumkin?
Xo'p, rus tilini biladigan fuqarolar O'zbekistonda va chet el davlatlarida bo'lgan yurtdoshlarimiz juda ko'p. Ular birinchi o'rinda Rossiyaga qonuniy shartnoma asosida borishlari mumkin, Qozog'istonga ishga borishlari mumkin va Angliya mavsumiy ishlari bo'yicha rus tilidan suhbatdan o'tib 6 oylik ishchi viza asosida borishlari mumkin va Germaniya yo'nalishi bo'yicha ham rus tili talab etilgan sohalarda rus tili orqali suhbatdan o'tib Germaniya davlatiga ishga borishlari mumkin bo'ladi va bu yerda Bolgariya davlatiga ham, Ruminiya davlatiga ham, qolaversa Xorvatiya davlatiga va yana 3-4 ta Yevropa davlatlariga mana shu rus tili til talabi bo'yicha qonuniy shartnoma asosida ishga borishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi savol O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi hamda XBA, ya'ni xususiy bandlik agentligi afzalliklari va qulayliklari. Buni ham aytib o'tdim. Qisqacha tushuntirsam, O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasiga agarda siz chet tilini bilmasangiz, hujjat topshirishingizni foydasi yo'q. Tashqi mehnat migratsiyasi mana shunday imkoniyatlar bor va xususiy bandlik agentliklarida esa ingliz, rus, umuman chet tilini bilmasangiz ham chet el davlatiga sizga ishchi viza qilib berishadi. Xo'p, yana eng muhim savol, yana bir eng qiziq va muhim bo'lgan savol, umuman chet tilini bilmaydiganlar chet elga qonuniy shartnoma asosida qaysi davlatga va qanday ishlarga borishlari mumkin? Xo'p, chet tilini bilmaydigan O'zbekiston fuqarolari hozirda Angliya davlati va Koreya davlati hamda Germaniya davlatiga ishga borishlari mumkin bo'ladi. Germaniya davlatiga asosan talabalar borishlari mumkin. Ishchi viza orqali til bilmasdan borib bo'lmaydi. Angliya davlatiga mavsumiy ishlarda firma tomonidan hujjat topshirib, chet tilini bilmasangiz ham qonuniy shartnoma asosida 6 oylik ishchi vizadan foydalanib ishlab kelishingiz mumkin bo'ladi. Koreya davlatini aytib o'tadigan bo'lsam, Janubiy Koreyada siz ish tajribangiz bo'lsa, svarka rus tilida, o'zbek tilida, payvandlash sohasida va boshqa ishlarda, elektrik sohalari, bo'yoqchilik sohalarida borishingiz mumkin bo'ladi. Kanada davlatiga bu ham firma orqali, xususiy bandlik agentliklari orqali borishingiz mumkin bo'ladi. Aytib o'taman, xususiy bandlik agentliklari O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasiga nisbatan to'lov xarajatlari $500 dan $1000 sal oshiqroq bo'ladi, lekin bunda siz chet tilini bilmasangiz ham qonuniy shartnoma asosida ishga borishingiz mumkin bo'ladi. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasida afzalliklari bu siz ish bilan ta'minlanasiz, xususiy bandlik agentligida ham shunday, hamda siz chet tilini bilmasdan O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasiga hujjat topshirib, hech qaysi davlatga afsuski bora olmaysiz. Xo'p, sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlar mana shu. Germaniya bo'yicha ishga bormoqchi bo'lganlar diqqatiga, mana shu videoni tagida ism, familiyangiz, hozirda qaysi davlatdasiz, nemis tili yoki rus tilini qaysi tilni bilasiz hamda qaysi O'zbekistondamisiz yoki chet el davlatida. Mana shuni yozib qoldirsangiz, biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz va Germaniya bo'yicha ish o'rinlarini sizga taqdim etamiz. Agarda mana shu ish o'rni sizga ma'qul kelsa, siz firma yoki xususiy bandlik agentliklari bilan yoki O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi bilan birga shartnoma o'tkazib, chet el davlatiga qonuniy shartnoma asosida ishga jo'nab ketishingiz mumkin bo'ladi. Obunachilardan kelgan eng asosiy savollarga ham javob berib o'tdim. Xo'p, agarda video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, ma'qul keldi, ya'ni like tugmasini bosishingizni aytib qolaman hamda aytib o'tgan gaplarim Germaniyaga bormoqchi bo'lganlar mana shu plus belgisini qoldiring kommentariyada. Siz bilan dunyo davlatlari migratsiyasi bo'yicha ma'lumot beruvchi Asadbek Hasanov bo'ldi. Keyingi video ma'lumotlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.